Erkak qanday sevishini aytaymi? Erkak shunday sevadi. Ertalab uyqudan uyg'onmagan, sochlari taralmagan, yakka va yolg'izini o'pib uyg'otadi. Quchog'idan qo'yib yubormaydi, agar o'pib to'ymasa. Senga dunyodagi eng chiroyli ayol ekaningni aytmaguncha, his qildirmaguncha, ko'rsatmaguncha qo'yib yubormaydi. Erkak shunday sevadiki, senga uning telefonini titkilash, shubhalanish kerak emas. Chunki sizning orangizda ishonch bor, sevgi bor. Erkak shunday sevadiki, sen qiyinchilikka tushib qolsang, u barcha imkoniyatlarni ishga solib, seni o'sha qiyinchilikdan chiqarib oladi. U g'iybatdan yoki tanqiddan qo'rqmaydi. Sening yoningda turib, hatto ayblovlar qilgan olomonga qarshi chiqa oladi. U sening qo'lingni yanada qattiqroq ushlaydi. Hatto sen noto'g'ri ish qilsang ham, u hech kimning gapiga ishonmaydi. O'zi barchasini tushunishga harakat qiladi. U xiyonat qilmaydi, tashlab ketmaydi, o'tmishingni yuzingga solmaydi. Erkak shunday sevadiki, sen o'zingga bo'lgan hurmatingni yanada his qilasan. O'zingni yanada yaxshi ko'rasan. Odamlar seni ko'rganda hurmat qilingan va hurmatli ayolni ko'rishadi. Agar shunday sevmasa, u sevgisi haqiqiy o'zi?